Hürmetli vatandaş, bir işe kız gep kılaylı. Gep nereden başlayımız görüp durursunuz. Gep sualın içinden sual, leksiyanın içinden leksiya, fikirinin içinden fikir çıkıyor. İzlersiniz. Çünkü orak şeyler kırsaklar şundan çıkıyor. Mesela karaylı. Azer bir yıl davamlaşkan soğudu uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti ile Amerika Koşmuş Ştatları oturursa bir yıl gidek. 7. ayının 3. günü kesilip bir yıl buludu. Şu bir yıl yer yarıda 11 katım söhbet ötküzüldü iki devlet oturursa. Bunun için de Prezident Trump yol koydu. 3. ayının 1. günü yol koydu dedik sizlerge. 4. ayda yol koydu Cumhuriyeti dedik sizlerge. Onun deyin kimi Prezident Trump yana yol koydu. Ameliyatı ötken yılı 3. ayının 1. günü de bekitilgen Argentina'daki iki devlet başlıklarının sohbeti de yani Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping'in sohbeti de 3. ayının 1. için. Bunun ki birliğe vakit, şunun için birliğe vakit 3 ay idi. 3. ayının 1. günü geldi mi 3. ayının 1. günü, 3. ay, 4. ay, 5. ay, yarım 3 ay vakit. Cem'i yarım yıl vakit verildi. Muş yarım yıl vakit işide Cumhurluklar nemi kıldı? Ahırki hesapta 11. katımda Washington'da ötküzülgen sohbette. Çünkü Kom Partiyası'nın sekreteri Xi Jinping ve onun sohbet vekili Liu He, bu da Amerika devlet düzgen kelişimden 7 maddesini yırtıp taşladı degen. Kelişimdeki 7 maddeni öçürüp taşladı degen. Demek şu bir yıl içinde Cumhurluktan pozisyasıga meydanaga sohbet tutkan pozisyasıga nazar taşlasanız Amerikalıklarni aldap ketdimi? Mesela soda vaktini kechіктirish, makanni qo'lga keltirish. Yani fikir qiladigan makan, harakat qiladigan makan, o'ylaydigan makan, yoki o'sha jarayonda Amerika qandoq taqobil turishni o'rinlashtiradigan makanni qo'lga keltirish. Xitoy hukumati dal shunda usulni qo'llandimi? Agar Xitoy hukumati shunda usulni qo'llandi deb faraz qilsak, hurmatli vatandosh, hukm qilsak, hurmatli vatandosh, vaqti biz Amerika Qo'shma Shtatlarini qayerga qo'yamiz? Amerika Qo'shma Shtatlari bu ishning shundoq bo'lishidan xabari yo'q Qo'shma Shtatlari bo'lib qoladi. Xitoyning kayniga so'rash yilisidan har qatim va'da berib, uni o'zgartirishga qo'shilaman, bu qonunni tuzishga qo'shilaman. Hamda Amerika'nın Cumhuriyeti nazorat funksiyasi qurishga qo'shilaman. Mushlar so'zlab keldim ku. Qo'shilaman deb har qatim vaqtda Amerika tarafdan qo'lga keltirdi desak, Amerika taraf mushuni bilmay qoladigan ish bormi, hurmatli vatandosh? Bu qatimki suhbatdan va Cumhur Amerika munosabatining sirliq tarafi mana bu yerda. Bir jumla bilan aytaylik, Cumhur kayniga so'rash, suhbatni kayniga so'rash. Onun birdan bir usuli Amerikaga va'da berish. Oxirgi hisobda 11. qatimliq suhbatni yeni bilish, teni bilish, chekinish, qo'shqon o'ltirib bilish. Bundan Amerikaning xabari yo'qmidi? Amerika buni bilmaydigan ishmidi? Amerikadagi bir buyuk davlat Xitoy ilgariliginin, Xitoy quvlig'ining, Xitoy millatchiligining, Xitoy iddiasi an'anasining, Xitoy suhbat xotirasining yoki suhbat usulining nima ekanligini Amerika bilmaydigan ish ulamdi. Ya. Undan emas hurmatli vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari buni 5 qo'ldek bilib turdi. Hozir qarasangiz yana bir oy vaqt bergandek qiladi juma. Demak, Cumhuriyetga yana kengchilik qilib, yana bir oy vaqt bergandek qiladi. Nima ishga deymsiz? Bugun 5-ayga 18, keyingisi 12 kun yoki 10 kun deyli. 6-ayning 29 kuni Yaponiyada, Osakada 20 davlat boshliqlari ochildigan yig'in mazgilida Reis Xi Jinping bilan Prezident Trump uchrashuvda suhbatlashdi. Balki kelishim imzo qo'yildi degan xabarni sizlarga leksiya tariqasi yetkazdi, hurmatli vatandosh. Endi qarab baqing boshqa xabarimizda Rossiyaning mustaqillik gazeti nima debdi? Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping Yaponiyada Osakada ko'rishmasligi mumkin. Suhbat o'tkazmasligi mumkin. Bundaqda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Cumhuriyet'in kechiringlar, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Prezident Trump'la efendining ikki davlat rahbarining suhbat qurishiga, dialog qurishiga fursat ko'p bo'ladi debdi boshidagi xabarda Rossiya mustaqillik gazetining xabarida.
Hozir endi biz kaynimizga yanayli Cungulukka Amerika Qo'shma Shtatlari yana bir qatim eng oxirgi bir oylik vaqtda qoldirdimi? Bir oy vaqt bilan Cungulga yana kamchilik qildimi? Üzüb tashladı. Senin qaytadan söhbət quruşman degining aqmaydi. Sen hozirgacha va'da berib kelding. Baga va'dang bo'yicha biz kelishim imzolaymiz da'vatida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi. Mayomber dedi o. Onda ish yo'q. Söhbətə qaytadan başlay. Nima? Onda ish yo'q dedi o prezident Trump. Demek sana bu vaqt verilmedi. Şu kelishgan uzang baga va'dalar bo'yicha imzo cheksa. Lekin vaziyat taqozolig'i shu darajaga yetib kelyapti, hurmatli vatandosh. Buning eng yuqori kulminatsiyalik nuqtasi nima bo'ldi? Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning eng dangdor shirkati Huawei shirkatiga cheklash buyrug'i tushirganligi. Masalan, Amerika shirkatlari sen Huawei shirkatiga Android setib berish ruxsat yo'q. Yana qaysi bir shirkatlar sen Huawei shirkati bilan yani xatarli Huawei şirketi bilan Amerikaning davlat manfaatiga zaxim ziyon yetkazadigan shirkat bilan aloqa qilishning ruxsat yo'q. Chekladi. Bu ham nima bilan cheklandi? Jiddiy holat qonuni. Mamlakat bo'yicha jiddiy holat e'lon qilish iqtisod huquqi qonuni asosan buni chekladi. Demak, hozir Huawei shirkati Cunguluklarning g'ururi. Huawei shirkati Cunguluklarning faxri. Huawei şirketi Cunguluklarning ümidi. Huawei şirketi Cunguluklarning kelgusi. Huawei şirketi Cunguda iqtisodiy taraqqiyotning kelgusi. Huawei şirketi Huawei şirketi dunyoni birlik keltirishdan manaqa Datong Tiansha birlik keltirishdan voltishi. Huawei şirketi bir yo'l bir balvoq siyosiy tashabbusi bilan chet elga kengayishdan aciz Qozog'istondagi, Tojikistondagi davlatlarni qarzdor davlatlarga aylantirib qo'yib, jimyat Uyg'ur to'g'risida gap qilmajuma, bo'lmasa adibingni beraman Qozog'iston, adibingni beraman Qirg'iziston, adibingni beraman O'zbekiston. Jimyat juma. Mana Xitoyning g'ururi va Xitoyning barliq siyosatining beshi turgan siyosat hozirgi zamon 5-avlod fan texnikasi. Bugun so'qacha. Demek Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi talash-tortish, savdo urush vaziyatining qaysi darajaga yetganligini siz shunday ko'rib olsangiz bo'ladi. Qarab beqing vatandoshlar. Sen bir sayohat oshxonaga kirib tomoq yesa, aniq 25% bosh qo'ysanay, onu qo'yib turaylik biz. Axloq deydigan qonun gapimizni qo'yib turaylik. Qonun deydigan, aqbaydigan gapni qo'yib turaylik. Ey sen kimseni mushundaqmi qilamsan deb oddiy savol qo'ysak, sen bir inson sifatida bir mehmon oshxonaga kirib tomoq yesa, aniq 25% bosh qo'ysan. Ya almış çiğraydıgan maşini her güne keledi size. Geçirinler vatandaşlar. Öy karanlık olup gitti. Çırakman nurunu tanışıyamadı. Endi meyaga chiqsam mana bu shunday vaqirab turdi, meni kechiringlar, mana anglaganda ovozni pastroq qo'yib anglanglar, hurmatli vatandoshlar, mana bu shunday yordam qilinglar. Mana shanba kuni ham men bu vaqiraydi bu mashinani. Demek gapimizni qaytib kelaylik. Hozir boshchilik siya qaytib kelaylik. Rossiya matbuotlari nima debdi? Osakada prezident Trump bilan rais Xi Jinping ko'rishmaydi. Bu men o'ylaymanki, bilgicha Alloh men bir bandaman vatandosh, buni ayt xatarli. Vaziyat uchun xatarli. Amerika Jungo munosabati uchun xatarli. Agar mushaqqatim 6-ayning 29-kuni 20 davlat yig'inida prezident Trump rais Xi Jinping bilan ko'rishni rad qiladigan bo'lsa, bu intayin xatarli. Nima uchun xatarli? Yana bir shart, oldingi shart, hozir bugun chislag'i 18 savdo so'rkilish keldi. Agar orliqda Jungo hukumatining sekretari Xi Jinping o'zi tashabbuskorlik bilan o'tirib chiqib, prezident Trump bilan telefon aloqasi o'tirib, telefon suhbati orqali bu vaziyatni yumshatmaydigan bo'lsa,
aldınki şart bilen keyinki şartni logikalik bağlanışga ega qilsangiz, hurmatli vatandosh, agar Rais Xi Jinping shu ishni qilmaydigan bo'lsa, undaqda 6 ayning 29-kun Osakada ko'rishadigan ish mumkin bo'lmay qoladi. Şuna hazır Cumhurbaşkanlıqdan oldi turgan bir mesele söz fursatdan foydalanib Prezident Trump'a tilpin berib, tilpin aloqasi o'rnatib, o'ndanamaqqa balki xatolik bo'yningizga ilishingizni kerak bo'ladi. Bo'yningizga ilishingizni kerak bo'ladi. Men shu yosh kiribdiman, shuncha yashaptiman. Xitoyning kitoblarini shuncha o'qibdiman. Men hozirgi Jungo tarixida 5000 yillik tarix deydigan, ben bunda tarixdan bo'lishini hech qanday bir yerda ko'rmadim. Yaqinda uni yana bir Hanzo o'zi boshon to'rbitida so'zlaydigan bir Hanzo bor. Onun ismi Şayelanma shular, shuni ismi. O dedi, bakapo atma dedi. 5000 yillik tarix deydigan tarixim yo'q. Ko'p bo'lsa 3000 yillik tarix bu dedi. Bu tarixning nima ekanligini qo'yib turaylik. Men mush yoshgacha Jungo'da aqlli bir odam o'tirg'i chiqadi emas. Bu yeli mikir, qulluq, shumluq ishlatganlik bu aqllilik emas. Bu aql bilan aloqasi yo'q. Bu faqat nimadan? Shughullik bilan mutahamlikdan, manfaatparastlikdan, shaxsiyatchilikdan bir xil tadbir bilan o'zini ifodalashi. Aqlli odam. Agar Jungo hukumati navbatda hozir mushu kuni kelganda agar aqlli odam Jungodan chiqadi desanglar, aqlli rahbar Jungodan chiqadi desanglar, ular Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash kerak. Bugungi Jungolarga beradigan aqlning o'rniga aqlning o'lgisi dalmish. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaymi, yaxshilayolmasa, shuni yaxshilaydigan bir rahbar navbatda Jungoda o'tirib